Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men Nilufar. Bundan oldingi videolarda orxideyalarni пересадка qilib ko'rsatgandim. Mana bu bittasi, mana bu bittasi. Endi hozir ularning oldin ildizlarini tozalab olgandim-da. Hozir mana yana 3 tasi kutib turibdi, ikkita. Mana bu bilan 3 ta. Xullas, sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Bular boyagi oldingi videodagi mashina chipis, mux. Bu mux tozalangan, ezilib turgan. Dorili suvga обработка qilinyapti. Bular qara, обработка qilishni qayta ko'rsatib aytib o'tyapman. Yana qayta nima bilan обработка qilasiz deb savol bermanglar, iltimos. Chunki ko'rsatyapman. Yaxshilab diqqat bilan tinglab ko'rib o'tirsangizlar, oxirigacha ko'rsangizlar videoni tushunib olasizlar. Mana tozalangan filtrli suv, istirlangan. Mana Aktara. Men buni naglas solaman, chunki уже menga naglas bo'lib ketgan, doim ishlatib yurganim uchun. Bo'ldi. Aralashtirib olaman. Keyin Pervikur. Pervikur bu Pervikur Energy. Bu mana chirish, kasallik, gripkoviy shunaqa narsalarga ishlaydigan fungitsid dori desak ham bo'ladi. Yaxshilab erimadi. Suvni rangi ozgina o'zgardi. Nomiga. Mana. Endi ozgina, bu ham naglas menda. Endi bilmaydigan odamlar yaxshisi o'lchab olganlaringiz ma'qul. Bo'ldi. Men doim naglas, ko'pincha naglas ishlataman. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Ozgina ko'pirishi mumkin mana. Ko'pirishi mumkin. Bu dori o'sha Pervikurning nimasi? Ta'siri. Endi qaranglar, mana stakanidan chiqarib oldim. Buni hali stakanni yuvganim yo'q, men bilan alishtirib olaman. Demak, stakan chiqarib oldim. Mana qaranglar. Mana bu cho'pchalarini olib tashamayapman. Buni olib tashayman. Mana bu svetanosi ikkita shoxli bo'lgan, qurigan. Mana shu pastadan bitta bo'g'im qoldirib olib tashayman. Mana. Endi ikkinchisiga hali tegmayman. Qaranglar, ildizlarini chiqarib oldim. O'tgan safar tushuntirib aytgandim, gubkaga, machalkaga o'xshash narsa deb mana. Bu hammasida bo'ladi. Xitoyda ham, Gollandiyadan bo'ladi. Faqat har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ba'zilari vlajiy salfetkaga o'xshagan narsa bilan ichida kokosiy tof bo'lishi mumkin. U kokosiy tabletka deyiladi. Mana bu mana gubkaga o'xshaydi. Shuni yaxshilab tozalab olasizlar. Endi mana vaqtimga nimamga qarab video qilyapman-da. Bu yoqdan bo'layotgan bo'lsa, mana shu orxideya videolarini hammasini bir boshdan ko'rib chiqsangizlar tushunib olasizlar. Endi qaranglar, menga neudobna. Bo'lmayapti-ku. Xo'p. Mana qurigan ildiz mana. Ko'rinyapti? Bu qurigan ildiz. Buni eng tagidan kir qaychi bilan olib tashlaymiz. Yaxshilab. Endi yana qaraymiz. Mana bitta qo'lda bo'lganiga neudobna bo'lyapti. Noqulay bo'lyapti. Qulay emasda menga hammasini ko'rsatish. Telefon qo'yishga joy topmadim. Mana bu ildizni, masalan, bu yog'i yaxshi. Men bu yog'i yomon. Mana shu yomon joyidan o'zi bo'g'im bo'ladi, singan, bo'lingan. Mana shu yerdan kesib tashlaymiz. Mana bu ham qurigan ildiz hech nima bajarmaydi. Buni ham olib tashlaymiz. Keyin mana bu ham manbalari sog'lomdek ko'rinyapti mana.
Lekin bu sog'lom emas, уже ketgan. Mana bu yeridan kesilib singan. Mana osnovasini olib tashlaymiz. Shundoq o'tirib tozalaymiz. Mayda ish. Bu yog'i sog'lom bo'lgani bilan men beraman, ko'rdingizlarmi? Qorayib ketgan. Mana bunisi ham shunaqa ahvol. Ildiz yaxshi ko'ringan bilan bu yog'i ketgan. O'zi men utsenkada gul olishga qarshiman. Lekin tajriba qilib ko'raman deb tavakkaliga oladigan odam qo'rqmasdan olsa bo'ladi. Men tavakkaliga olyapman. Buni o'lib qolishiga ham rozi bo'lib olish kerak-da olgan payti. Olgandan keyin nolimaslik kerak. Voy o'lib qoldi, falon so'm pulim ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb gulchilarni yomon ko'rib. Unaqa emas. Utsenkadagi gullarni o'lib qolishiga rozi bo'lib pulingizdan kechib oling. Sizga hech kim garantiya berib sotmaydi. Men rozi bo'lib olganman. Mana olib tashlashim kerak ekan, chunki men bu yeri poni qorayib ketgan mana. Men orxideyalarni o'rganyapman, o'shaning uchun utsenka olyapman. Davolab ko'rib xarakterlarini o'rganish uchun, chunki orxideyalarni ham har xil sortlari va har xil temperaturada, har xil sharoitda yashaydiganlari bor ekan. Mana. Ko'pchilik puliga qiynaladi-da, mana shunaqa utsenkada oladi-da, keyin nolib o'tiradi. Voy falonchidan olgandim, o'lib qoldi deb. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, oho, mana ketgan ekan. Ko'rdingizlarmi? Bu ham ketgan. Men sher irib ketdim, bo'ldi, tugadi deganda buni. Xudo. Mayli. Shunda ham bir harakat qilamiz. Hozir men ponni tozalab olay, qaytaman. Qorayib ketgan chirib. Bu yog'i qaranglar, mana idishda chiroyli turgandi. Ko'pchilik mana ildizi deb utsenkadagilar sotishi mumkin. Bu yog'ida mana ko'rdingizlar, ildizni uchlari sog'lom. Va men bu o'rta tarafi, mana bu machalka turgan joyi mana qorayib irib ketgan. Mana bo'g'imi asosiy yuragi ketgan, mana yurak ildirab ketgan, lekin bargi bilinmaydi. Ko'pchilik aytadi, "Voy, men 1 oy bo'ldi turganiga zo'r turibdi" deb. Orxideya uncha-munchaga o'zini tashamaydi. Mana shu o'lib qolgan bargni ham kesib olib tashlasangiz, yana 15-20 kun turadi, chunki qattiq ichida suv bor. Ancha paytgacha o'zini yo'qotmasdan turadi. Mana o'sha men bilan bahslashadigan ba'zi bir topilib qoladi-da, "Voy, men olganman, utsenkada zo'r turibdi, 1 oy bo'ldi, 15 kun bo'ldi, irimagan, chirimagan" deb. Siz ildizlarni ochib ko'rdingizmi desa, "Yo'q, shundoq chiroyli turibdi" deyshadi. Men bu ahvolni ko'rmaguncha, ichini ochib ko'rmaguncha hech kim bilan bahslashmaslikni maslahat berardim. Chunki boshidan o'tkazgan odamgina to'g'ri gapni aytadi. Ba'zi bir sotuvchilar bor, birovni mehnatini sindirib, o'zlari umuman gul parvarish qilishni bilishmaydi. Shu ba'zilardagi chirigan, mana shunaqa irigan gullarni arzon garovga odamlarni aldab sotishadi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lamiz. Utsenkada gul olsangizlar, o'lishiga rozi bo'lib olinglar. Bo'lmasa utsenkada gul olmanglar yoki ishonchli odamni olinglar gullaringizni. Adaptatsiya bo'lgan gullar qimmat bo'ladi, chunki mana shunaqa mashaqqati, mehnati bor. Kamdan kam odam adaptatsiya qilib sotadi. Kamdan kam. Chunki hech kim o'zini sevib parvarish qilgan gulni sotgisi kelmaydi.